o'quvchilar, saboqdoshlar diqqat qildi. Biz bugungi mushu vaqtdan foydalanib mamlakatlik 2-darajalik psixik maslahatchisi Şinjan televiziya stansiyasi istiqbol sahnasining psixik maslahatchisi Şinjan xalq radio stansiyasining psixik maslahatchisi Eli Qurbon muallimni o'qituvchilar uchun jamiyat oila boshliqlari uchun o'quvchilarga nishon qilib men nima ish qitirishman degan temada leksiya so'zlab berishni taklif qildik. Yo'ldoshlar qizg'in qarshilaydi. Assalomu alaykum. Qaysi o'quvchilar? Bugun sizlar bu yerda ko'rishganligimdan men to'liq xushal. Ana shu yerda bir stakan choy olsa ham xushal bo'ldim. Men qaynoq so'nji pishirgan ishim bor. Onda biz leksiyani boshlab ketaylik. Bugungi leksiyaning asos temasi men nima ish qilishiman yoki men nima ish o'qiyman. Bugun 5-oyning 15-kuni 14-kuni. Sizlar o'tirayotgan shu maydonda biz o'qiydigan vaqtlarda shu to'pi maydon. Biz doim oblast bo'yicha o'tirdim, o'shaga top o'ynag'im keldi. Men vartatdim. Ammo men sexiy vartatdim. Bu tarafdan atış qo'shimiz kerak. Bugun mushlavir kelgan vaqtda mayli atishdi bo'lsin, mayli Qashqarda bo'lsin, mayli Ko'rilda bo'lsin, G'o'zda bo'lsin, bugungi bu leksiya yana 35-qatimliq leksiyasin. Men barliq maktablarda shuni his qildimki, mayli Şinjan diyorimiz bo'lsin, yoki davlatimizning bosh shaharlari bo'lsin, o'rta maktab o'quvchilarida o'rganish nisbatan qizg'inlik tuvalligan holat. Nimishqa? Nurg'un ota-onalar mendan bolalarimiz nima tirishmaydi deb so'raydi. Men ulardan son xatosi o'tamiz. Siz avval bolalarimiz nima tirishdi degan savol so'rang deyman. Chunki nurg'un odamlarda ish nisbatan hech qanday sabab bo'lmaydi. Bugungi dunyoga kelganda bizga kimlar lozim? Bizga yaxshi bolalar lozimmi? Yo'q. Men yaxshi bolalarga ancha qiziqmayman. Men qaltis bolalarga qiziqaman. Bugungi davrga kelganda yaxshi bola tarbiyalash emas, qaltis bola tarbiyalash bizning asosiy fokus nuqtamiz. Qaltis bola. Bugun so'ziladigan bu leksiyami yaxshi bola emas, qaltis bola tarbiyalash to'g'risida. Germanlarning nupusi 60 million. Ammo ular butun dunyodagi 50% Nobel mukofotini o'z qo'lida tutib oldi. Onda o'z qanday qilib nupus faqat 60 million bo'lgan bu millat butun dunyo Nobel mukofotining 50%ni oladi. Chunki ularda yaxshi bola tarbiyalashdan boshqa qaltis bola tarbiyalash andisi bor. Qaltis bolani kim tarbiyalaydi? Muallimmi? Yo'q. Ota-onami? Yo'q. Qaltis bolani muallim, ota-ona va jamiyatdagi barliq soatdagi odamlar birlashganda ondan tarbiyalagan bo'ldi. Germanlarda nemischa mundaq aqliyat bor. Es braucht Oindorf ein Kind zu reinigen. Nemislardagi bu aqliyat so'zning uyg'urcha ma'nosi bir qaltis bolani tarbiyalash uchun bir butun yiz ketadi. Bir butun yiza aralashgan vaqtda bir qaltis bolani ondan tarbiyalaydi. Undaqda qaltis bol tarbiyalash uchun bizni qurish bormi yo'qmi? Bizda talantli bolalar bormi yo'qmi?
Cevabı bak. Her kandak bir balada talant mevcut oldu. Marifşunas Kiyosaki dünyada ahlet yok dedi. Dünyada ahlet yok. Fakat onu özgürüp kalgan narsalar mevcut dedi. Misal, men sözleyatgan bir mikrofonni men ko'chaga chiqib qo'ysam, bu ahletning misoli. Shundaqla dünyada 4 bola mavjud bo'lmaydi. Ammo 4 bo'lib qoladigan bola mavjud. Nurg'un talantlar, nurg'ulg'an qaltisliqlar ahlet kaynat. Men bu yerda o'tirayotgan bolalarning orasida nurg'un talantli bolalarni, ammo keyin ahlet kaynat deydigan bolalarni ko'rib turibman. Ular bu talantini nimishga ahletga aylantirdi. Ularni ketkizib qo'ygan yeri nada? Mening hayotimga cho'nqur ta'sir qilgan 2 kishi bor. Biri mening do'stim Nabiy. Ikkinchisi dadam. Nabiy men qanday ta'sir qildi? O'tir maktabda mening rasm darsiga eng xusham yo'q. Chunki men rasm darsini bilmayman. Men faqat bir tal kunliklar misolayman. Sinab qolsim kunliksizmi? Topshiriq bersim kunliksizmi? Imtihonmasimi kunliksizmi? Ammo mening yenimdagi Nabiy u menga o'xshamaydi. U rasmda talanti bor bola. Bir kuni muallim Nabiydan rasmsiz dedi. Nabiy muallimga nimsiman muallim dedi. Muallim Nabiyga nimsiz mayli, kunlikdan boshqa. Dedi. Nabiy o'rnidan turib, qop-qor do'stiga qip-qizil bor bilan faqat bir tochik turib qo'ydi. Muallim, men rasmsiz qoldim. Muallim Nabiydan, "Sen nimsizdan?" Nabiyning javobi shu bo'ldiki, "Mening sizga rasmim qop-qor o'rmonlikda bir tomochi ko'z." Bu yıldızdan ilip etganda, maydızdan ilip etgan vaqtda bir talant, bir tasavvur kuchi. Bu Fransuzlar maqtindigan, faxrlandigan Picasso'da tepilmaydigan. Angliyaliklar doim potidigan Michelangelo'da tepilmaydigan. İtaliyaning dangliq rassomi Fratelli Andornoloda tepilmaydigan talant. Ammo Nabiy talantli rassom bo'ldimi? Yo'q, u o'ldi. U qanday o'ldi? U zahar chekib o'ldi. Uning hayoti to'limi sharafsiz, shaklsiz, ko'rimsiz bo'ldi. Bu faqat nurg'un misollarning ichidagi bir tal misol xolos. Mana bugun meni ko'z oldimda nurg'un o'quvchilar turibdi. Nurg'un talant asarlar turibdi. Nurg'unlagan rassomlar, nurg'unlagan injenerlar, nurg'unlagan olimlar turibdi. Ammo ular olim bo'lamdi. Yo'q. Ular men ko'p qismi ahlet qaynatdi. Nimishqa? Chunki ular o'z talantini joriy qildirmaydi. Ular talantini nima joriy qildirmaydi? Chunki ularda yashash maqsadi yo'q. Bu yerda o'tirayotgan nurg'un odam faqat hayot qilyapti xolos. Ular faqat o'lmayapti xolos. Hayot qilish bilan yashash o'rtasida osmon zamin farq bo'ldi. Men hayot qilishni rad qilaman. Men yashashim kerak. Yashash uchun qanday qilish kerak? Yashash uchun inson o'zidagi barliq talantlarni, o'zidagi barliq qobiliyatni joriy qildirish kerak. Ular nima joriy qildira olmaydi? Sababi nima? Chunki sababi sababsizlikdir. Sababi sababsizlik degan nima? Nurg'un odamning yashashda, turishda hech qanday sabab yo'q. Mening hayotimga ta'sir qilgan ikkinchi odam dadam. Mening kichik vaqtimda 3 orzuyim bo'lgan.
Birincisi başlangıçta bo'lgan. Başlangıçta mening arzuyum Vavato deb atilgan bingurni ish. Vavato nomli bu bingur qetiqdan qaymoqda yasalgan bo'lib, intayin tatlı. Gerçi ailemizin iqtisod bek nachar bo'lib ketmismi? Dadam bana Vavato ishga loyiq qo'shimcha pul bermaydi. Mana shu kunlarning bir kuni do'stim Vali setib olgan Vavatoni birini yalib elish sharpiga muyassar oldim. Mana shu bingurni yalgan kundan tortib men cho'ng bo'lsam hech qilmay Vavato yeyman degan orzu paydo bo'ldi. Bu xil logik dunyosiga mos kelmaydigan fantaziyalik bu orzularim shunchalik kuchliki, hatto mahallimizning oldida Vavato sotadigan Hanzo ayini olaman degan yerlarim bor. Mana men shu kundan tortib yaxshi o'qishni boshladim. Chunki yaxshi o'qganda ota-onam menga Vavato yeydigan pul berdi. Men faqat Vavato yeyish uchun boshlang'ich yaxshi o'qidim. Ammo o'rta maktab chiqqanda men yaxshi o'qimasammi, ota-onam menga pul beradigan bo'ldi. Vavato yeyadigan bo'ldi. Bu arzuyim shuninglar oyoqlashdi. Ikkinchi arzuyim to'liqsizda. Biz kichik vaqtlarimizda yomg'irli o'tok, ya'ni rezin o'tok deydigan bir o'tok intayin moda. Mening do'stlarimning hammasining yomg'irli o'toki bor. Men feyu deb atilgan mundeklik cho'qini kiyib olib, yomg'ir yoqqanda ko'nglim yerim bo'ldi. Yomg'ir yoqqanda do'stlarimning hammasi, mahalladagi bolalarning hammasi taloq chiqib qoldi. Men mijozim yo'q deb uyga kirib oldim. Oxiri opam dedim, "Opa, men yomg'irli o'tib ketdi." Opam, "Olam, qo'shnimiz Sharofat qachon Fatihanda o'lib ketdi. Shu ayol o'lgandan keyin shu ayolning o'tkini chiqib berdi." Rost degandek, rahmatlik Fatqa jannat bo'lsin, uzun bo'lmay vafot oldi. Rahmetlikning putindan yo'g'on putulib, mening putim bir aran ketdi. Demak, bu rezin kütük garchi men uchun loyiqlanmagan bo'lsin, menga loyiq kelmasin. Biroq uning ismi yanıla rezin kütük. Bu arzuyimni müşahid tamamlandı. Üçüncü arzuyum mening oilam bilan munosabat. Üçüncü arzuyum mening bugun qadar tirishib kelishim sababchi bo'lgan. Üçüncü arzuyum mening har kuni kitob bilan birga turishimga sababchi bo'lgan. Üçüncü arzuyum bundan keyinmi mening kitob bilan yashashimga sababchi bo'ldi. Üçüncü arzuyum mening taqdirimni o'zgartirdi. Üçüncü arzuyum nima? Mening dadam intayin aqlli, talantli, xuddi mening do'stim Nabiga o'xshab aqlli, talant qiladi. Ammo Nabiga o'xshamaydigan yeri u o'lmadi. U texnik hayot. Biroq u talantini joriy qildimi? Yo'q. U talantini joriy qildi. Mening dadam atishda Namıva, tankıva, arakkeş. O arak ne intan köpçük adı. O talantını malmışında yok kılıp etti. Ben bunun numus kılmayım. Bugün mü? Ertimi numus kılmayım. Bir günü dadam apamını uğruya tuttu. Bir oğulning ko'z oldida onasining tayoq yeganini ko'rish uning uchun og'ir keldi. Agar
mening opamni urayotgani mening dadam bo'lmaydi. Har qanday bir odam bo'lsa, men uning uchun ko'krak kirib kurash qildim. Biroq mening opamni urayotgani opamning eri. Mening dadam. Bu qanday holatga keltirdi? Bu psixikada ig'ir darajada ziddiyat paydo qildi. Dadam opamni nima ko'rdi? Ayni vaqtda ayollar orasida mudi bo'lgan Sovetning palturi bundan sabab bo'lgan. Ya'ni opam o'z yiqqan pulga palto olaman deganda dadam bundan qarshi chiqib olgan. Mana men shu kundan tortib paltodan iborat bir orzuga bo'ldi. Mana men shu kundan tortib palto elish qarori qildim. Mana men shu kundan tortib palto uchun kurash qilgan bo'ldim. Men xizmat yoki istiqbol uchun emas. Men palto uchun tirish boshladim. Mana shu kundan tortib men kitobni o'zimga do'st tutishga boshladim. Chunki men palto olgan vaqtimda ondan opam tayoq yemaydi. Palto to'liq birdan tortib to'liq uchgacha men uymish qilish boshladim. Ular yangi ko'yda urushdi. Men uymish qildigan uyda kitob ko'raman. Ularning varanchironlari kuchli bo'lganligi uchun men Umarjon olimning Shirin qo'ngan kaltakdak degan naqshini anglab o'rganish qilaman. Bu naqshini anglashim sabab mening naqshim amroqligim uchun emas. Bu naqshining mungluq bo'lganligi uchun emas, balki bu naqshining ullik bo'lganligi uchun. Demak, paltodan iborat bir orzu meni to'xtamay o'rganish qilish. 2000 yil keldi. 2000 yili biz imtihon berdik. Oliy maktab imtihonimiz berdik. Mening natijam uydagilarni, do'stlarimni, butun otiftiklarni hayron qoldirdi. Nimishqa? Chunki u kun oliy maktab natijasi e'lon qilindi. Bu kuni men butun Shinjon bo'yicha birinchi bo'lib, Aliyul A'la bo'lib, otifdan iborat to'pi bosgan to'pi yig'ib turdigan, chiroyi qardab ketgan bir shahardagi bir aroqkesh oila, funksiyasi buzilib ketgan oiladan bir bola bu natijaga erishgan. U natija qanday erishdi? U natijaga bir palto uchun, palto sababli erishdi. 2000-yili men oliy maktabda Oliy maktabda ingliz o'rganganlar darhol kurslarni ichib pul topadi. Ammo kurs ichish uchun 8 yil o'rgandi. Mening 8 yil vaqtim yo'q. Opamning texmi yo'q. Ya'ni shu palto uchun men tirishga boshladim. Men qisqagina 8 oyda ingliz o'rgandim. Dars o'tishga boshladim. Men orzu qilgan 1600 ko'y oxir topildi. Men bu 1600 ko'yni olib paltoni izladim. Palto yo'q. Nimishqa? Chunki oradan 3-4 yil o'tib ketdi. Ta'limga bu paltoni oldim. Men bu paltoni olib opam berganda, opam paltoni qo'liga olib, "Bolam, bu paltoni og'ich qo'ncha pasang bo'lmamdi" dedi. Mayli, palto mudidan qolsin. Mudidan qolsin. Bu yerdagi masala palto masalasi emas. Bu yerdagi masala nima? Bu yerdagi masala mening tirishishim uchun sababchilik qilayotgan palto. Shoir Xantir Thompson mundaq dedi. O Parvoning mundaq xitob qildi. "Ey Parvona, sen chiroqqa o'zingni nimancha ursan? Sen urayotgan narsa chiroq bo'lmay, sham bo'lib qolsa, sen avli burun kuyib kulganlatding." Parvona insonga dedi: "Ey inson, men burun sendek zerikishlik, yolg'on, madaniyatlik yashaydim. Tuyuqsiz nurni ko'rdim. Nur mening yashashimga sababchi bo'ldi. Nurning go'zalligiga men oshiq bo'ldim, beqaror bo'ldim.
Mana shu kundan tortib men nurning bir qismi aylanib ketishga rozi bo'ldimki, sendek sababsiz, nishonsiz, maqsadsiz yashashni xohlamadim. Ey parvona, deb turishimga parvona men chekayotgan sigaretning uchiga o'zini yetib oldi. Men o'ylanib qoldim. Meningmi parvonaga o'xshash yashash sababim bormi? Dunyoda nurg'un odamlar sababsiz, nishonsiz, maqsadsiz yashaydi. Ular turli tuman yolg'on maskalashi yashaydi. Ular bir-birini madaniyatli ko'rsatdi, xushal ko'rindi. Ya, ularning hammasida ichki xushalsizlik bor. Ularning yuragida ichki xushalsizlik, nurg'unlagan jarohatlar bor. Bu xil jarohat ular qanday yapidi? Yolg'ondan xushal oladi. Uchdan iborat insonning xiyoliga tushmaydigan, odam o'ylashqim jur'at qilolmaydigan uchdan iborat bir orzuni akkuraytlar qanday o'yladi? Ular xizmat topmoqchimidi? Yo'q. Ular pul topmoqchimidi? Yo'q. Yoki ular ayiqlan stansiya qurmoqchimidi? Yo'q. Ular uchdan iborat bu orzuni oddiy bir sababdan, ya'ni ulardan vaqtsiz ayrilgan opisini ko'rish orzusi. Bu qanday gap? Ulardan vaqtsiz ayrilgan opsi ularga ayrı plan, yani uchdan iborat orzuning bo'lishiga turtki bo'lgan. Bir kuni 5 yoshli va 7 yoshli oqqular dadisi bilan qo'y boqib chiqdi. Ular osmon qarab, dadisidan "Dada, turnalar nega bordi?" Dadisi kulimsirab, "Turnalar osmonga berib, opang boyaga bordi bilan." Akraytlar unda qo'z biz ucha olsak, bizim onamizni ko'ralandik. Dadisi kulimsirab, "Ucha olaysan bilan." Mana opisdan iborat. Ulardan vaqtsiz ayrilgan bir insonni ko'rish uchun ular uchdan iborat mo'jiza yaratdi. Mo'jiza. Opish azaldan olimlarni yitildirgan bir korxona. Ammo bu korxonaning ishdan to'xtag'iniga uzun bo'lib ketdi. Otish azaldan baylar chiqadigan yer. Ammo men qasam qilib aytamanki, opamga bergan shu paltoning nomi bilan qasam qilib aytamanki, 10 yildan keyin otish eng nomrod yagonib qoldi. Nimishqa? Chunki otish o'zining orzusidan voz kechib ketdi. Otish o'zining ro'yini yo'qotganiga uzun bo'lib ketdi. Bugun dunyoda bizning farzandlar havas qiladigan narsa intayin oddiy, tayin yo'q, shaklsiz narsalarga aylanib qoldi. Nimishqa? Chunki yangi sabab yo'q. Nurg'un talantli bolalar talantli bo'lishdan, tirishdan numus qiladi. Nimishqa? Yani shu nimishqa? Chunki bizda benormal bo'lib kelishni xohlamaslik bor. Benormal bo'lish degan nima? Normal bo'lish degan nima? Men dunyodan normal insonga aylanib kelishdan ansirayman. Boshqalarga o'xshab kelishdan ansirayman. Men benormal sarang bo'lishga rozimanki, normal kisel bo'lishga rozi emas. Misol, mush maydonda hammanglarning faqat va faqat bir tol qulqi bo'lsa, men ikki qulqimni sangiltib chiqsam, men cho'qim ishinglar og'riydi. Meni miyib deysiz. Qandaq bo'lib bir quloqli odamlar ikki quloqli odamga pichoqlagan bo'ldi. Qandaq bo'lib men g'ali to'qaldim. Qandaq bo'lib 5 a'zoy to'liq odam miyibga aylanib qoldi. Chunki bir quloqli insonlar ko'p. Xato tafakkurda yashayotganlar ko'p bo'lganlik uchun to'g'ri tafakkurda yashayotganlar kasallikda. Passiv yashayotganlar ko'p bo'lganlik uchun aktiv yashayotganlar xato bo'ldi. İspan yozuvchisi Yodorviskiy o'zining Qal'a degan asarda ispan tilida
mundaq bir cümleni qiladi. El pájaro en una jaula piensa volar es una enfermedad. Bunun ma'nosi nima? Bunun ma'nosi qafasda uzun muddat yashagan qush uchishni kasallik deb biladi. Demak, kishilar xato usulda ko'p yashaganlik uchun ular tirishishni kasallik deb bilyapti. Men bugun leksiyani hamma o'quvchi so'zlamayapman. Men bugungi leksiyani bir qism o'quvchilar so'zlayapman. Bu arada yana shunday bir qism o'quvchilar borki, ular passivlik uchun chiqqanlik uchun, ularning giyinida chataq bo'lganlik uchun, ularning irsiyati chataq bo'lganlik uchun bir turkum aktiv ballarni zanglik qilyapti. Ularning tirishib yo'l qo'ymayapti. Ular o'zicha qahramonlik qilyapti. Ular mana men bayotim degan axlat va axlatdan iborat. Bizga ijtimoiy axlatlar kerak emas. Men Uyg'ur, ammo Uyg'urning hammasi men emas. Men millatim ichidagi hammadan e'tirof qilmayman. Men millatim ichidagi tirishchan, aktiv odamlarni e'tirof qilaman. Mana bugungi dunyoga kelganda men otishni faqat 2 kun turdim, ko'nglim yerim bo'ldi. Nimishqa? Biz o'qigan vaqtki shon-sharaflar, biz o'qiyotgan vaqt tirishchanliklardan asarmi yo'q, chong tuzumi yo'q. Nimishqa? Chunki bugun kun kelganda passiv odamlar, passiv o'quvchilar, axlat o'quvchilar ko'p bo'lib ketganlik uchun oz bir qism tirishchan bolalar benormal bo'lib qoladi. Benormal. Ular yalğandan nochi bo'lib oldi. Ular yaxshi qilganlarni mazaq qildi, zanglik qildi. Men opamning nomi bilan qasam qilib aytamanki, o'sha zanglik qilgan kishilar kelgusida zanglik qilindi. Xo'rlik uchradi. Tilemchiga aylandi. Ular o'z ota-onasini o'ldirdi. Qattini ya bilan yaksan qildi. Ota-onasini itga o'xshash buning oldiga opog'zib xizmat ko'rlashtirdi. Mana bu farzandlardagi mag'lubiyat hisoblanadi. Mana bu bugungi tirishmaslikning, bugungi fojianing, tragediyaning sababi. Mana bu bugun kun kelganda butun Xinjiang faxrlangan ot ro'yining tali-tali chiqqanligining sababi. Nimishqa? Yana nimish kishilar tirishchan bo'laman. Nimish kishilar aktiv ro'yolat bilan, yuksak aktivlik bilan tirishmaydi. Chunki bir quloqlik insonlik ko'p bo'lib ketdi. Ikki quloqliklar kisel deb ataladi. Mana men ikki quloqlik benormal. Hasad 3 oylik. Hasadni biz 3 ga bo'lamiz. Buning ichidagi hammamiz nacharmi? Yo'q. Hasadning yaxshisi bor. Nachari bor. Yaxshisi qaysi? Yaxshisi mundaq bo'ladi. Oningda saat bor. Oningda banasi mendimi bo'lish kerak. Mana bu biz rag'batlantiradigan narsa. Mana bu odamga kuch-quvvat bag'ishlaydigan narsa. Mana bu harakatlantirish kuch. Oningda ba mendimi bo'lish kerak. Ikkinchisi kisel asad. Oningda ba narsa menda ba bo'lmamdi. Oningda bo'lmay menda bo'lmamdi. Kisel asad. Bu asad shuni o'g'ri qiladi, jinoyat qiladi. Üçüncüsü, men unda saatini alanmayım. Men alanmagan diken alanmı sonmamdı. Bu Uygurça sen. Mana o şahsat tüpeyli.
nurg'un odamlar boshqalarni o'ziga o'xshatmoqchi bo'ldi, mazaq qildi, zanglik qildi. Bizning mahalliy kishilar men aroq kechning bolasi deb tillaydi, meni yetim deydi, hatto meni tuqqanlarim shundoq deydi. Men bugun kun kelganda ular mening telefon nomerimni izlaydi. Fransiya rahbari Napoleon Bonaparte 1,56 m keladigan odam. Kishilar uni patek deydi, paknek deydi. Kishilar uni zanglik qilib, sening bizning rahbarimiz bo'lishingga nering loyiq zanglik qildi. Napoleon Bonaparte bu xil hasadxo'rlarga faqat birlik jumla gap qildi, faqat bir eg'iz gap qildi. U fransuzcha mundaq dedi: Le plus grand succès, la vengeance massive. Le plus grand succès, la vengeance massive deganda nima degan gap? Bu gapning ma'nosi hasadxo'rlarga beradigan eng chong jazo futuq dedi. Futuq qaznish. Atışta nima qil? Atışta agnozim qil. Agnozim degan nima? Agnozim deganimiz o'zining nimani bilmaydiganligini bilmaslikni biz agnozim deb ataymiz. Bizning atışta bo'lib erlarimizda agnozim qil. Ular o'zining nimani bilmaydiganligini bilmaganlik uchun ular hammani bildigandek ish qiladi. Odam hammani bildigandek ish qilgan vaqtda u zavalliq usaydi. Aristotel, bütün dünyaya danlıq Aristotel özünün en ahir kasırda men ahir bildim. Men ahiri işinin bilmeydiganligimni bildim degan. Bizning atışqalıqı Aristotel'da maqallık. Ola hammani bildigandek ish qilganlik uchun ular en ahirda ishni bilmaydi. Ular o'zida hammani azbadek ish qilganlik uchun ular en ahirda ishni kirishmaydi. Ular o'zida eng baxtli ish qilganlik uchun ular eng baxtsiz insonlarga aylanib qoldi. Yo'q. Bizda nurg'ulg'an olimlar chiqdi. Mahmud Qashqari, Yusuf Hasajib, bizning nadan xalqlarimiz texnik ularning kitoblarini, texnik ularning asarlarini MP3ga, CDga, kitobga aylantirib yuradi. Nimishqa? O'ylab, qurib ketgani necha ming yil bo'lgan odamlar texnik ularning asarini o'qiyapmiz. Nimishqa? Chunki olim yo'q. Men ularning olimligini hurmat qilaman, e'tirof qilaman. Amma ular bizning tunji olimlarimiz. Amma ular bizning eng oxirgi olimimiz bo'lib bo'lmaydi. Biz uning yo'l qo'ymaymiz. Shaxsan men uning yo'l qo'ymayman. Bizdan yaxshi bola emas, olim chiqish kerak. 100 million yaxshi odamdan bir olim afzal. Türk millatning ming'illik ibodatidan olimning bir kunlik uyqusi afzal. Sizlar yaxshi odam bo'lyapman. Sizlar saqtalda yaxshi odam bo'lyapman. Sizlar qaltis bol bo'lsangiz. Sizlar dunyoga emas, dunyo sizlarga erishgan. Sizlarda atış qo'ydim, qilich asar yo'q. Sizlar bunday qilib aytganda atishliq bo'lishqimi munosib kelmaysiz. Sizlar o'zinglarcha bu yanlar taynib buni urib qo'yganga sizlar botir bo'lib qolmaysizlar. Sizlar qahramon bo'lib qolmaysizlar. Sizlar faqat ahli hisoblaysizlar. Sizlar muskulinglarning qancha cho'ng bo'lsin qat'iy nazar faqat bir odam kuchinglaydi. Bir. Sizlar o'zinglarcha
ojiz bolalarni bo'zak qilish, yaxshi bolalarni zangli qilish orqali o'zinglardagi tuvan kurash psixikasini yo'qotmoqchi bo'lman. O'zini tuvan kurash psixikasi eng kuchli odam boshqalarni bo'zak qiladi. Biz ularning oilasi suishti qilsak, ular dal o'zidan tuvan kuradigan o'quvchilar. Mana shular boshqalarni bo'zak qiladi. Sizlar o'zinglarcha hammani bilaman deb qolmang. Atosh Xinjiangga nisbatan to'limi kichik, to'lim kichikga. Sizlarning yeshinglardikan nurg'un bolalarning qo'l keltirgan natijalarini ko'rgan vaqtda sizlar o'zinglarda numus qilasizlar. Sizlar ikki quloqliq, to'rt quloqliq odamlarni ko'rganda o'zinglarning bir quloqliq inson bo'lib qolganligidan numus qilasizlar. Afsus, atrofingizda bir quloqliq insonlar ko'p bo'lganligi uchun siz o'zingizni normal deb o'ylaysiz. O'zini suyishning kamligidan nurg'un odamlar boshqalarning suyishiga, boshqalarning muhabbatiga, boshqalarning hurmatiga muhtoj bo'ladi. O'ziga ishonish ro'yining kam bo'lganligidan nurg'un odamlar mo'jiz yaratolmaydi. William James inglizcha mundaq dedi. You say you can, both are right. You say you can't, both are right. Bu nim degan gap, bu deganlik sen qila olayman desangmi, qilolmayman desangmi, shikris to'g'ri. Bu nim deganlik. Sening giyiningda barliq gillar mavjud. Sening giyiningda injenerning giyini bor, yog'ochchining giyini bor, to'murchining giyini bor, generalning giyini bor, o'g'rining giyini bor. Masala sening qaysi giyinni qo'zg'ab chiqishing. Masala o'zingga nimda iniqlim berishing. Sen iniqlimini o'zingga o'zing bersin. Men sizlarning ro'y kayfiyatinglarni bilaman. Chunki men sizlarga o'xshash davrning beshimda kechirgan. Bu davrda o'g'illar oqsolish bo'ladi. Ammo ular o'zini to'ven ko'rdi. Qizlar o'zini go'zal emas deb, chiroyli emas deb ko'ngil yerim bo'ladi. Sizlar muhabbatning nimaligini bilmaysizlar. Sizlar faqat tuyg'u, shakl, faqat o'zinglarni so'ymaganliginglar uchun atalmış bir sanglarni ahmoq qilsan qilasiz. Baldu echilgan gul, baldu tuzuydi. Men buni bu yerda o'tirayotgan nurg'un singillarimga da'vatman. Baldu echilgan gul, baldu tuzuydi. Tuzib ketgan gul faqat o'tanga o'xshab qoldi. Gul echilmaganda ishlavni tashtakka tikib oladi. Gul echilmaganda ishlavni parvish qiladi. Yaponiyalik naqshchi Sinkoroning naqshda men atirgulzorlikki bir tal atirgul. Men eng chiroyli emas. Ammo men birdan bir edim. Sizlarning boshqalarga o'xshash bo'lib kelishingni aytib. Birdan bir bo'lishing. Birdan bir. Birdan birga aylanganda o angushtarga aylanadi. O angushtarga aylanganda uning qimmati bo'ladi. Sunukun filmidagi angushtarlar nima? Sunukun filmidagi angushtarlar xalta, oyoq, qapoq va hokazo. Ular qanday qilib angushtar bo'ldi? U koinotda birsi bo'lgandir. Faqat birsi.
O'tganda bir muxbir mendan so'radi. Ma'lum biz sizni tarjimongizni yozamiz. Siz Ali Qurbon psixologdan bo'l, Ali Qurbon ma'lumdan bo'l, Ali ma'lumdan bo'l, Ali Qurbon psixik masajdan bo'l. Men desak bo'ladi. Men bu muxbirga men siz ish desangiz bo'ldi. Men tamamen ish desangiz bo'ldi. Men degan bir ish. Muxbir bu gapim tushunmay qoldi. Men nima ish qilganimni ishlayman. Chunki men kishilarning men ayblashlardan, maqtashlardan, tillashlardan immonat olib turman. Ularning meni tillashlari ta'sir qilmaydi. Nima? Chunki men o'zimning kimligini bilaman. Men o'zimni suyman, o'zimni yaxshi ko'raman. Shunga boshqalarning yaxshi ko'rishiga muhtoj bo'lmayman. Sizlar mana bu o'zlikning kuchi. O'zlik. Şuna bu mektep meyli o'quvchi, meyli o'qituvchi hammasida obyektiv va subyektiv masalalar mavjud. Men ish qo'limni kesib etib, ishlarni ustiga qo'yib qo'ysam, mening kesib etilgan ish qo'lim men bilan birlashib, hargiz ma'no olmaydi. Bu gestalt psixikski butun narsa o'zining yig'indisidan cho'ng degan gap. Bu nima degan gap? Faqat bir maktabda o'quvchi, o'qituvchi, sho'jon, ilmiy mudir hammasi birlashib o'zaro harakat qila olganda bu maktabdan bo'ladi. Ammo ular bir o'yinning ichida. Ammo hech qanday aloqa bo'lmasa, u maktabdan olmaydi. Mana bu gestalt psixik. Odamlar umidsizlandi. Men ba'zi o'quvchilarning shunchalik umidsizlanganligini ko'rdim. Men bilib turibman. Bu yerda o'tirayotganlarning oilasining hammasining baxtli bo'lib ketishini atayin. Hatto oilasi menikidan nachar bo'lishi mumkin. Hatta otasi, dadasi, onasi bo'lmasi ham mumkin. Ammo bu sizlarni xatolik emas. Bu hargizmi sabab emas. Ota-onalar nomrod bo'lishi mumkin. Ota-onasi nomrod bo'lib qilish nomus qildish emas. Ammo sizlar eng oxir nomrod bo'lib qolsanglar, bu bir jinoyat. Dadanglar aroqkesh bo'lib qolsa, bu nomus qildish emas. Ammo sizlar cho'ng bo'lganda aroqkesh dadaga aylanib qolsanglar, bu sizlarni xatolig'inglar. Kishilar xato holda odam xushal bo'lgandan keyin kuladi deb qaraydi. Odam xushal bo'lgandan keyin kulamdi? Yo'q. Odam xushal bo'lgandan keyin kulmaydi. Kulgandan keyin xushal bo'ldi. Bu nima degan gap? Olimlar mundaq bir tajriba qildi. Qalam bor. Olimlar mundaq tajriba qildi. Ma'lum bir odamga qalamni mundaq ishlatib qo'ydi. Bu qanday chiroy? Bu kulgan chiroy. Ondan onunğa ma'lum bir filmni ko'rgizdi. O filmni ko'rib bo'lgandan keyin ta'sirat yozdi. Onun ta'sirati mundaq bo'ldi. Bu film pek qiziqarlikan, shundoq ko'ngillikka dedi. Ikkinchi qatim bu odamga qalamni mundaq ishlatib qo'ydi. O'xshash filmni ko'rdi. Ammo ikkinchi qatim bu filmni ko'rganda, bu film to'liq nachar film ekan dedi. Nimishqa? Chunki tunji qatim o filmni kulib turib ko'rdi. Shunga uning hisofiz bezning qo'mondonligida xushallikni keltirib chiqaradigan endorfin va dopaminlar qo'zg'alib, uning xushallik hissiyotini paydo qildi. Ammo ikkinchi qatimchi o xap chiroy bilan ko'rganlik uchun uningda xaplik paydo bo'ldi. Mendan nurg'un odam psixik masala so'raydi.
Ko'ngli shundoq yerim keldi. Men ularga qalamni bundoq tutib qo'yib, o'zimni ishni qilaverim. Yarim soatdan keyin ular rahmat ma'lum deb, men pul berib ketdi. Tamak chekadiganlar nimishqa xusholsiz yuradi? Chunki tamak chekadiganlar doim bundoq yuradi. Tamak chekadiganlarning xusholsiz bo'lishining sababi chunki tamak chekkanda chiroyi xusholsiz chiroy. Men nima demoqchi? Biz badanimizga qanday qo'mondonlik bersak, biz shu xil kayfiyatda. Bu William Jamesning sen qila olmayman desangmi, qilolmayman desangmi, ishkilisi rost degan so'zning qayta isboti. Nurg'un dars nachar bolalar mundaq o'ylaydi. Biz endi kechikdik. Biz endi tirishsaqmi baka deb o'ylaydi. Sizlar 16-17 yosh. Men sizlarga 60 yoshli Omega xonimning hikoyasini aytib beraman. Omega xonim kim? Omega xonim o'zi Rus. U nima ish qilgan? U 60 yoshida Germaniyaga bilib, nemis tilini o'rganib, biologiya kasbida o'qib, 67 yoshda PhD, ya'ni doktor aşçılık unvonini olgan. Men 30 yoshli xotinning emas, 60 yoshli mo'mayning gapini qilyapti. O 60 yoshdan tirishib doktor aşçılıkni oldi. Bizning onalarimiz, bizning 60 yoshli onalarimiz vasiyat qilishni boshladi. Ma daraxt san qalsin bilan. Ma cho'gin san qalsin bilan. Pochta bankida yig'ib qo'ygan 1400 ko'p pulim bor. Ma uy san qalsin bilan. Vasiyat qildi, biroq o'lmaydi. 10 yildan keyin borsanlar, ular yerli vasiyat qildi. Bir odamga bir tal biliq bersak, uning qo'sqini bir kun baqalaymiz. Ammo bir odamga biliq tutishga kelsak, uning qo'sqini mangu baqalaymiz. Sizlar ota-onalardan datlashib ketgan mis cho'gillarni miros qoldirish o'ylamang. Sizlar ularning ishlab do'qulab ketgan, do'qulab chiqqan pullarni o'ylashmang. Sizlar ularning uyini o'ylashmang. Burkut odatda o'g'ni tiqiya qiladi. Tiqiya. Bir kishi burkut bir qatimda bir jup tuxum tug'di. Bu tuxumdagi burkut cho'jillari qanotlarini chiqarib uchay deganda ana burkut ularni ishtirib. Birisi o'ladi, birisi uchadi. Ishtirib etmasa, ishkilis o'lmaydi, ammo o'lgandan farq bo'lmaydi. Ucholmaydi. Burkutning ucholmasligi uning burkutdan iborat nomini yo'q qildi. Nurg'un odam o'zining iqtidorining qandoqligini bilmaydi. Chunki ular tiqiyalardan chiqib boqmaganlar. Bizning onalarimiz, bizning otalarimiz, bizning dadalarimiz bolalarni ishtirib etmaydi. Ishtirib etmaganlik uchun ular o'lmaydi, ammo ucholmaydi. Bizdiki bir turkum yashanganlarimizda texicha qo'saq ocharchilik masalasi bo'lib, ular texicha bolalarning qo'sqini to'yg'izishning g'amida bo'lganlik uchun bolalarning talantini bo'g'ib etdi. Men bir turkum idish qatmal yashanganlar shunda xitob qilamanki, ular chuqum o'z pozitsiyasini, o'z qarorlarini, o'zining tafakkurlarini o'zgartirish kerak. Bo'lmasa o'lish kerak. Mana shular nurg'un bolalarning talantini yo'q qildi. Bu chavakchan misolni bo'lardi mana. Nurg'un odam o'z talantini bilmaydi. O'tganda bir yumroqlab qoldi. Bir podshoh o'zining qizini yotib qilmoqchi bo'ldi.
Malik qizim. O barliq odamlarga, yigitlarga deb kimdikim daryoning ma tarpidan o tarpi suv bitib ketsa, men qizimni shunga beraman, albatta podshoh taxtini unga beraman. Bir odam chiqmabdi. Podshoh umisni. O umisni otgan shu daqiqada bir bola paloq puloqla mayoqdan oyoq o'tib ketibdi. Podshoh bundan faxrlanib, o'g'lim, yaraysan, botur. Men qizim san yotiq qilaman, taxtni san beraman deb. Bu bolachi. Bu bola bo'ldi podshohlik dedi. Biroq men avval kimning meni surishtirayotganini izlab topay dedi. O so'zalamdi. Ya, o faqat suv ichib ketganning yo'si. Ondan o'zining suv uzalaydiganligini. Bu yerda nurg'un bolalar kichiklik deb o'ylaydi. Ya, siz hech bo'lmaganda 60 yoshli Omega xonim qaragan aql. Sizlar o'zinglardan voz kechgan bo'lsanglar, biz sizlardan voz kechmaymiz. Nurg'un bolalar xatolik bilan mag'lubiyatning farqini topolmaydi. Xatolik bilan mag'lubiyatning farqi nima? Xatolik deganimiz ma'lum ishni xato qilish. Mag'lubiyat deganimiz u ishga qayta jur'at qilolmaslik. Basketbol shaxsiyasi Jamus mundaq dedi. Men gar topni garg'ataman. Tushdi yo tushmaydi. Men bundan qo'rqmayman. Mening ansiraydiganim topni garga atanmaslikdan ansirayman. Sizlar imtihon bersizlar. O'tmaslik bu masala emas. Ammo bir qatim mag'lubiyatdan keyin qayta ishga jur'at qilolmasliginglar haqiqiy mag'lubiyat. Agar o'tolmasanglar, bir ishni qilolmasanglar, uni qayta basal bo'ldi. Biz qayta basak bo'ldi. Qayt tirsak bo'ldi, qayt o'rnimizdan tursak bo'ldi. Ammo yetib olsa qo'ymaydi. Yetib olgan odamda shiqilish mavjud bo'lmaydi. Nurg'un odamlar o'zini boshqalarga selishtirdi. Boshqalar bilan selishtirish bu nodonlik. Biz kim bilan raqobatishimiz? Biz o'zimiz bilan raqobatishimiz. O'zimiz bilan qanday raqobatishimiz? Faqat bizning bugunimiz tungi kunimizdan yaxshi bo'lsa, mana shunday o'zi muvaffaqiyat. Einstein coğrafya dersida o'rindiq yasab keldi. U o'rindiqni ma'lum ko'rsatganda, ma'lumi uni mazoq qilib, dunyoda mujdudimi sen o'rindiq bormi dedi. Einstein ma'lum. Va birinchi yasag'ini unudimi satdi. Einstein ang chiroyligini yasmas. Einstein faqat yaxshirog'ini yasdi. Sizlarningmi birinchi usulning aytib. Sizlarning seshanbalar dushanbadan yaxshi bo'lsin. Chorshanbalar seshanbadan yaxshi bo'lsin. Payshanbalar chorshanbadan yaxshi bo'lsa, mushning o'zi muvaffaqiyat bo'lsin. Shuna ang oxirida men xitob qilib qo'ymanki. Va do'stona, okilochi tarbiya qilib qo'ymanki. Sizlarni bugun uylangan har bir narsalar. Bugun sizlarning uy uchun sarf qilgan har bir sekund, daqiqa, minut turinglar. Aman ajr keldi. Tabiat tun adil bo'ladi. O kishilarning tirishchanligi va ajrini mangu noumid qo'ymaydi. Sizlar shundoq faqat bir qisminglar sizlar turmush usulini o'zgartiringlar. Sizlar o'zinglarning naqadar nachar, naqadar past yashayotganligini bilinglar. Sizlar 17 yosh. Sizlar hozir nemish qiyshon yashaydi. Ammo sizlar 38 kirgan, 35 kirgan vaqtda sizlarning qilayotgan hozir har bir ishinglar uchun sizlar chuqur badal qilasizlar. Tirishayotganlar. Sizlar tirishinglar. Sizlar xizmat tepishni tirishmang. Sizlar olim
bo'lish uchun tirishing. Sizlar o'zinglarning mush dunyoga nimish kelganlik uchun tirishing. Sizlar analarning qaddini tiktirish uchun tirishing. Sizlarning analarning ustida palto bo'lishi mumkin. Mulk chapallar bo'lishi mumkin. Ammo ularning qalbi, ruhi texnik paltosiz yuradi. Sizlar shuni ilditing. Ama ahırda bunun deydirni, gayalını ayrıtan. Ayrıtayımsa yol tuzup gitti. Sizler kişilerden istaşlık talep kılmam. Tilemçiga hemimiz istaşlık kılımız. Ama onun bilen hiç kim resim şu olmaydı. Rahmet. Hoş mektep soğuklayın. Hoş menan hocamın iki metrik sözeymiş. Tilimchiga hamma odam istaşlik qiladi, biroq buning bilan hech kim rasm tushmaydi. Rahmat. Siz chiqing akam. Siz chiqing. Ben siz kaçıncı yıl okuysanız, to'liq uchdimi, qancha yil o'qiyapsiz? Ondan kiremsiz, ba'zida. Unda men siz bir narsa so'q qilaman, tushundingizmi? Men siz bir dey so'q qilaman. Shu deyda mening o'rganish usulim, hamma narsa bor, tushundingizmi? Siz shuni elib, Shu bo'yicha o'rgansangiz, men 1 yildan keyin kelaman. Sizni izlab kelaman, o'g'irlik chiqaraman, tushundingizmi? Sizni so'rayman. Shu vaqt siz 5-chi kirsiz, tushundingizmi? 5-chi kirmasangiz, 2-yil kiraman. 3-yil kiraman. Siz cho'qim 5ning, 2ning, 1ning kirishingiz kerak. Anda kirishdikmi? Tilanmayman. Mushta shartim bor, tushundingizmi? Qabul qila olamsiz? Ko'zingiz qabul qiling. Bo'lmasa meni dinimni so'rab qilmang. Qila olamsiz, qilamamsiz? Qilamisiz? Men qila oladigan odammiz deyman. Siz 3-chi ret qiz. 3-chi ret qiz. Chech qisqa qiz. Siz qancha yil o'qiysiz? Turing, aka. To'liqsiz uchdimi? Siz to'liqsiz uchdimi? Bunda shikanglar men birdan so'q qilaydi. Tushundingizmi? Siz 10 ming kishi kiring. Siz 10 ming kishida yo'q ekansiz, tushundingizmi? Bunda birinchidan yolg'on so'zlamang. Yolg'on so'zlash orqali masala faqat bir qatimal qiyg'il bo'ldi. Tushundingizmi? Siz jinoyat chiqarsizmi? Rost gap qilinglar. Samimiy odam bo'linglar. Garchi bugungi dunyoda samimiylik kasallik bo'lgan bo'lsa-mu, siz samimiy gap qilinglar. Samimiy. Nurg'un odamlar yolg'onchilik bilan to'lab ketgan, samimiylik bilan to'lab ketgan. Hatta samimiy odamlarni biz bugun kun kelganda ahmoq deymiz. Baqara surasining 14-oyatida biz ularni samimiy bo'linglar, yaxshi odam bo'linglar dedik. Biroq ular biz unda qilsak ahmoq o'xshab qolmamdik dedi. Ular o'zi ahmoq, biroq ular buni bilmaydi dedi. Samimiy bo'linglar. Mayli sizlar qanchalik badal qilishdan qat nazar samimiy odamga aylanglar. Yok biz ne deyimiz? Kilotamda telefon planlar cıvırıp gelsin. Hem de soraydigan soğanlar olsa, bular mı tuluk 3. yıllıkla ha? Soraydigan soğanlar olsa soranlarmış. İmtihanın doğruluğu sorsanız buldu. Mikrofonunu versek, deyinizden birini versiniz. Tuşluklar. Ben hem de mektepte nur... İşkini birime, kağını alısına, imza koyup birime. Ama sıla alamayısın.
ota-onangni bo'lmasa qimmatda yo'q. So'z so'rayganlar imtihonda to'liq 3-yillikning bolalari so'raygan savollarni so'rasang bo'ldi. Mikrofon bo'lsa bersanglar. Başka mikrofon yok mu? Sizler tuturunca to'lanib qolgan, tuturlar. So'rang savolingizni. Assalomu alaykum. Hozir to'liq 3-yillik chiqdi hamda oliy maktab imtihon berishimizga 20 kun qoldi. Ba'zi o'quvchilar Ba'zi o'quvchilar jiddiylik va jiddiylikka shularni tayyorlab kutmayapti. Shuni qanday jiddiylik tugatib bo'ldi? dars ancha yaxshi emas, o'quvchilar mendan so'radi, adash, bizning asosimiz bektuyan, biz texnimni tushkilish ketparmiz, yaxshi o'rgansak baribir yamiz o'tamaydigan o'xshaymiz. Shu faqat hech qilg'imiz kelmadi, boshqa bolalar qarshilab o'zimiz qilib ketib qolgandek, bizlar oldimizga ketib qolgandek, biz mushlar o'tirib qolyotgandik. Biz amniyat o'g'is qilsakmi, yana ishimiz yo'qmi shu. Biz qanday qilsak bo'ldi? Bo'ldi. Şıklı bitmemiz. Ciddi satışlarımı, ciddi şıda buncalar adamın aldı sözleştiği ters. Endi siz soramakçı olan sualınız. Qanday qilsakmiz 23 kunda unumli foydani olaymiz. Meni dinlayliklar. Anda bu 23 kun qoldi. Manda ma unumli o'rganayotganlar undan foydalanib ketmadi. Undan keyin olsanglarmi, imtihonni keyin ko'rsam bo'ldi 8 qism. Taqatmish bo'lanmish 23 kunda bo'lsa-mi, bir tas qo'pab ketadiganlar, ashundan men foydalangan, ayni vaqtda men foydalangan keyingi psixologiyadagi bir xil usul orqali o'rgatgan bir usul bor. Hech qilmay, ya'ni 48 7 kunda bir olmishdi, shunda olganda 23 kun qoldi. 3 qatimliq oylanish pulsida ash usulga salsa 3 qatim oylanib ketadi. 3 qatimli oylantirib bersash men degandek. Endi men beklab yuqumni alalaydı demayman, ammo hozir qaraganda sürtde az deganda 250% yuqur bo'ldi. Shuna ash balla men endi qilanmayaptimi, bilanmayaptimi deb bel qo'ydirgan balla 23 kun yamanchiq kun. 23 kun to'limi to'liq kun. Shuna аңақыртын құчан. Әгер оның нем қылың етмесе, мен мұғалымларға қояп қойма. Толық шының мұғалымлары бірден қояп қойма. Шыла сыныпты қоят бәсін болады. Шыла толықсыз үшінің әсәллән алдырмай чоңылап тұрыңыз. Мұғалымны бір тұрап қылымыз азыр. Анда қылдығалла бұлыды, атаңылыр еліп, пайдаланысы бұлдығалла ба. Әгер әмді қысаттың сәл мәс болса, біз o'qitishlar qo'yib qo'yma, shular orqali. Ammo tirishib o'rganayotganlar, turmush o'rganish metodini o'zgartirib qo'ymanglar. Faqat bo'lanmayotganlar. Men eng oxir qatim bir kuchay deganlar, kuchanglar. Ammo oraldan o'tolmaydiganlar chuqum chiqdi. Men shunchalik deb qo'yay. Ba'zilar o'qimizim jambaq qilib bo'ldi-ku degan to'g'ri. O'qimizim jambaq qildi. Biroq bizning maqsadimiz jambeqish emas. Bizning maqsadimiz yashash. Mavzum ayni vaqtda ba'zi kishilar tamoq yeyish uchun yashaydi. Biroq sen yashash uchun tamoq yeyadigan. Men bugun kun kelganda nurg'a odam faqat tamoq yeyish uchun yashaydi. Men shunda xitob qilamanki, oliy maktab o'qigan odamning o'likimi o'qimagan odamdan yaxshi bo'ldi. Hamma jihatdan. Şuna siz qarsam o'rganish boshqadek turamsizmi siz? Men boshqasiz. Dars yaxshimisiz? Nima o'qiyman deysiz? Şinjan'da shu yanımdan. O'talaysiz siz. Nima? So'ragan savollar bo'lsa, so'ranglar. Diqqatini yig'olmaganlik qanday diqqatini yiqildi to'g'ri?
Assalomu alaykum barcha ustozlar, yaxshimisizlar? Sizning so'raydigan savolim biz oliy maktab imtihonimizga bir hafta qolgan chog'da o'rganish qilsak bo'lamdi bo'lmaslik uchun so'raman. Yaxshi savol sording sen. Bunda bir afsona bor ekan. Nima afsonasi? Oliy maktab bir hafta qolganda kalla charchab ketadi deb. Kalla o'rgangandan emas, o'rganmagandan charchaydi. Odam o'rgangandan emas, o'rganmaganlik uchun saranglab ketadi. Saranglab ketib, ro'y kasallik kirib qilish to'g'ri kelsa, mana men chirkesam bo'ldi. Kallani qancha ishlatgan sira, u shun sog'lom bo'ladi. Men psixologiyani sog'lom bo'lish uchun emas, kuchli bo'lish uchun o'rgangan. Shuna imtihonga 7 kun qolganda o'rganmaslik bu to'limi tajribasiz, to'limi tekshirib boqmagan subyektiv holatdagi bir xil yakim. Biz imtihon degan kun qadar o'rganamiz. Sen ders qandaroq? Ha? O'talamsa, to'xtaman sana kallam bilan zaryadlab qo'yay. Qanda? Aka. Bo'ldimi? Sizdan so'raydigan savolim bor. Men bilan shunda bir xil ro'yxat bormi yoki hammamiz shunda bormi uqmayman. Kundan kunga tushkunlashib ketib boramiz. Buning sababi endi bizdagi ro'yxatgalikmi yoki bo'lmasa jismoniy jihatdagi zaiflashmi? Bu birinchi savolim. Qara. Men bayatın ettiğiniz şu doğru sözler oldu. Neymiş ki sen sebep tapanmayın. Sende bir hayacanlanış bulmağında adam şunda yaşayın. Şundan mı? Hayacanlanış. Senin apanının peltuzla okşayın. Sen hem de apanının yok bir misin tab? Bizim anılarımızda bir yok nesi var. Şundan mı? Nime? Ular nimi yok? Ularda içki hoşallık yok. Şundan mı? Ular oğlunun kat kütəginini görüşünü. Kızının külüp futuklar kazışını görgende anında kim külüdü? Anını güldürmek uncula umay olmaydı. Anı gülgende dünya külüdü. Ana. Siz şunu tapanmalıksın. Olmasa anılarımız mengü külmeydi. Külüp ulap yani azaplandı. Sen resmi güldürmen degende bir ana aşını köygen vakti. Andın külüdü. Şuna sen şunu oylap tapalığanda sendeki ro'yi tasdiqlab ondan ketilgan gap. Va alaykum assalom alaykum. Mening savolim masalan biz siz degandek ba'zi gap sizning leksiyaningizda manda o'qituvchilarimizning ilhom bo'lishini anglagan chog'da biz bir xil hayajonlanish, umidvorlik tug'ilib keladi. Lekin bir soat, 2 soat o'tiblar, o'zimizdan bir quruq xayollar kelib, uni unutib ketdi. Uni yaxshi boshqalar qiladi. Ekidikimiz. Mushundan qutulgan aşı bir xil hayajonlanish, aşı umidvorlik davomlashib turadigan bir xil amal yoki usul bor siz. Onun için ben bir söz dedim. Benim ismim Ali Muallim. Ismim Erican dedi. Hayır Ali depmeydi. Benim takhallusim batarya. Men neymiş güzel batarya deb qo'yman. Çünkü men to'qqachilayman. Sizin degan to'g'ri. Mening bugungi so'zlagan gapim 25 kun asqatim. 25 kun. 25 kundan keyin sen yangi muhitning ichiga ketsan. Sen ma'lum aktiv odamlar bilan bilib bo'lmaganliging uchun sen tabiiy muhitga kirib ketsan. Shuni qanday qilasan? Sen doim aktiv odamlar bilan yuriysan. Shulardan zaryadlansan. Sen dunyodagi da'voni qutib qozongan odamlarning tarjimonini o'qib tursan. Ular bilan paranglasan. Ulardan qanday paranglasan? Ularning kitobini o'qishning o'zi paranglashganlik. Mana shular seni tortadi. Agar sen unda qilmay, ro'y chirib ketgan pas odam bilan yursang, sen o'xshash bo'lsa. Shunga biz nima deymiz? Bir odamning boyligi uning atrofidagi 5 og'inisining pulini yig'ib 5 ga bo'lsak, sening puling chiqadi. Sen shunga chiq pul odamlar bilan yuralsan, ko'p puling. Bilimlik adam bilan
ko'p aralashsang, tabiiy zaryadlansa. Albatta bir odamning bilimi, uning atrofidagi 5 odamning bilimini qo'shib 5 ga bo'lganga teng. Tushundingmi? Mening do'stim. Bu mendan 5 yosh cho'ng. Ammo aqli mendan 5 yosh kichikman. Tushundingmi? Ammo bu mening yanimda yurib, hozir aqli yashi 1 yosh ko'tarildi buni. Bilmadingizmi? Pulni vermay. Bo'ldi, rahmat. Demek ağa düştümü, gul ekşisi çıkaylık buludu. Gul, güzellik izleydiğin nerse emas bu. Bu üzü neye düşse, şu yani güzel kıldığın nerse. Ademmiş o, senin yakşı yani izleyişinle ait yok. Sen şundak bir alet gibi ağanda, senin neye düşsenle, şu yani güzel buldu. Ha şundak Adem'le yaşayan buldu. Rahmet. Bir onda biz kalgan vaxtlarda, men şu singlimga ishqiday so'q qilaman. Savolni keyincha so'raymiz maqam. Sen meni savol so'rayman, sen tirish bo'qib o'rimchi berib izda. Ya, shu yerda 1 soat men sen nima qilma. Pulni sen to'laysan, ammo men nima qilay. Bo'ldi, rahmat. O'qishlar, saboqdoshlar. Ali ma'limga yana bir qatlam qizg'in olqishimizni bildiramiz. Ali ma'limga ko'pdan ko'p rahmat.